ikkinchi xotinga sunnatda uylanayotgan akalar. 4 ta bolasi bor, yoshi anchaga borib qolgan ayolga sovchi bo'lishyapti. Bizi davrga kelib, agar avval sunnat bo'lsa, 2 ta xotinga uylanishlik. Hozir undan sal balandroq darajaga yetib qoldimi deymanda, ayollarning soni ko'pligidan birinchidan, ajrashganlarning soni ko'pligidan ikkinchidan va boshqa sabablarga ko'ra xotinni 2 ta 3 ta qilishlik hozir zarur bo'lib qoldi. Sunnat deb turib shu ishga qo'l urayotgan ukalar, belda mahkam chiginglar. Bolasini olib qolsa uylanaman. Bolasi yo'g'ilga uylanaman. O 2 ta bolasi bilan qolganiga kim uylanadi? Haqiqiy sunnatni tiriltirmoqchi bo'lsangiz, 2 ta 3 ta bolasi bilan bo'lgan, mayli yoshi kattaroq bo'lsa ham oling o'g'il bola. Ha, bu siz ixtiyoringiz. Qiz bolaga uylanasiz ikkinchi yoki bolasi siz, lekin qaranglar-da,